2026 yil 1-iyuldan boshlab yangi tashkil etilgan tadbirkorlar uchun yana bir muhim qulayliklar joriy etilmoqda. Endilikda faoliyatini yangi boshlagan tadbirkorlar soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish xizmatlaridan dastlabki 6 oy davomida bepul foydalanishi mumkin. Ushbu xizmat tadbirkorlarning tanloviga ko'ra Soliq servis aksiyadorlik jamiyati tomonidan ko'rsatiladi. Bunda tadbirkorlar hisobotlarni mustaqil ravishda topshirishi yoki soliq servis xizmatidan bepul foydalanishi mumkin. Yangi biznesni yo'lga qo'yish jarayonida tadbirkorlar ko'plab tashkiliy masalalar bilan band bo'ladi. Hisobotlarni to'g'ri tayyorlash va o'z vaqtida taqdim etish esa qo'shimcha vaqt va xarajat talab qilishi mumkin. Endilikda esa mutaxassislar tomonidan soliq va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash hamda elektron shaklda yuborish bo'yicha amaliy yordam bepul taqdim etiladi. Bu esa hisobot topshirish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi, xatolar ehtimolligini pasaytiradi. Tadbirkorlarga esa asosiy e'tiborni o'z biznesini rivojlantirishga qaratish imkonini yaratadi. Yangi imkoniyatdan foydalaning va biznesingizni ishonchli boshlang.